Assalomu alaykum. Men Alijon Ravshanov. Iqtisodiyot va moliya sohasida 25 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Shu kunga qadar 10 dan ortiq mahalliy va xalqaro kompaniyalarda islom moliyasi, xususiy investitsiyalar va venture kapital sohasida ishlab keldim. Hozirgi paytda Angliyaga tegishli Sturgeon Capital kompaniyasida partnyor lavozimida ishlab kelyapman. Qilayotgan ishim O'zbekistondagi qiziqarli startaplarga investitsiya kiritish. Undan oldin Uzoman deb tanilgan O'zbek Omon investitsiya kompaniyasida turli lavozimlarda ishladim. Jumladan investitsiya menejeri, bosh investitsiya menejeri va bosh direktor lavozimlarida ishlab, O'zbekistonga 100 million dollardan ortiq investitsiyalar kirishida qatnashdim. Bundan tashqari, asosiy kasbimga qo'shimcha tarzda islom iqtisodiyoti va moliyasi sohasida dars berish bilan ham shug'ullanaman. 2022-yildan to shu kunga qadar Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida ham dars berib kelaman. Endilikda shu kunga qadar to'plagan barcha bilimlarimni va tajribalarimni ijtimoiy tarmoqlarda siz azizlar bilan bo'lishni niyat qildim. Islom moliyasi, investitsiyalarni boshqarish, startup kompaniyalar va venture kapital kabi mavzular sizni qiziqtiradigan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.